Hamma homiladorlik va tug'ruq haqida gapiradi-yu, lekin hech kim tug'ruqdan keyingi ahvolingiz haqida gapirmaydi. Postrodavoy depressiya bu afsuski bor narsa ekan. Hayotda o'zimni bunaqa yolg'iz va izolirованный his qilmaganman. Qanday tushuntirishni bilmayman-u, lekin kundan kunga yo'q bo'lib ketayotgandayman. Bolamga o'zimni borimni ham, yo'g'imni ham berib, undan ham ko'proq bera olmayotganim uchun o'zimni aybdor his qilaman. Bolam yig'lasa, bolamga qo'shilishib yig'layman. Sutim kam, bolamni to'yg'iza olmayapman deb yig'layman. Oyimni sog'inib yig'layman. Oynaga qarab o'zimni xunuk his qilganim uchun yig'layman. Ko'z yoshlarim tekin bo'lib qolgan, qisqasini aytganda. Ko'zlarimning tagi qorayib, lablarim oqarib, tirik jasadga o'xshab yuraman. Na ishtaham bor, na kuchim. Agarda kimdir kelib boshimga pistolet qaratib, bugun qaysi sana ekanligini aytasan yoki seni otib tashlayman desa, sira o'laman-da. Chunki bilmayman, qaysi kun, qaysi hafta, kunim tunim bilan aralashib ketgan. Постоянный charchoq, постоянная тревога, постоянный qo'rquv. Aytmoqchi bo'lganim, agar siz ham bularni his qilayotgan bo'lsangiz, bilingki, siz yolg'iz emassiz. Siz yomon ona ham emassiz. Shunchaki hayotingiz bir kunda radikalni o'zgarib ketganiga, tanangiz shok holatida bo'lganiga va yelkangizga juda ham katta mas'uliyat yuklanganiga qaramasdan, tirik qolish uchun qo'lingizdan kelayotgan hamma narsani qilib ko'rayotgan Allohning bandasisiz. Xudo xolasa qo'limizdan keladi, qizlar. Главное tushkunlikka tushib qolmaslik va главное yordam so'rashni bilish.